Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga ikki xil sentrifugani farqini tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan sentrifuga, Belarus davlatida ishlab chiqarilgan sentrifuga. Sentrifuga bu nima? Suyuqlik tarkibiy qismlarini ajratuvchi mexanik qurilma. Mana sentrifugamiz, sentrifugani suyuqlik soladigan idishlarimiz. Mana ko'rib turibsizlar. Bular idishlarimiz o'rnatiladigan qismi nержавейкаdan yasalgan. Bu korpus qismi plastmassadan yasalgan. Bu Xitoyda ishlab chiqarilgan sentrifuga raqamli texnologiya asosida ishlaydi. Bu Belarusda ishlab chiqarilgan sentrifuga an'anaviy texnologiya asosida ishlaydi. Hozir sentrifugani ishlatib ko'rsataman. Mana bu общий knopkadan qo'shamiz. Sentrifugamiz yondi. Mana bu оборотda tezliklari. Mana bu 3000 оборотgacha chiqadi, ya'ni tezligi. Mana ikkinchi sentrifugamiz. Buni ichki qismi nержавейкаdan yasalgan. Ko'rib turibsizlar mana. Suyuqlik solinadigan idishlarimiz mana plastmassadan yasalgan. Ya'ni bu idishlarimizni qo'yadigan qismi ham plastmassadan yasalgan. Hozir bu qurilmamizni ishlatib ko'rsataman. Ya'ni yon qismida knopkasi bor. Mana knopkani qo'shamiz. Bundan farqli ravishda bu обороты 5000 gacha ham chiqadi. Mana bu yerdan оборотini ko'tarib ketaveramiz. Ko'ribsizlar, bu 5000 gacha chiqadi обороты. Mana pasaytirish, ko'tarish. Mana 3000 оборотda ishlayapti. Bu ikkita qurilmani qismlarga ajratib, har bir detalni alohida tushuntirib bermoqchiman. Qurilmamiz qanday ishlaydi? 220 tarmoqdan kuchlanish keladi. Ko'rib turibsizlar. Mana ikkita saqlagichimiz turibdi. Boshqa qurilmalarda bitta saqlagich bo'ladi. Bunda ikkita. Ya'ni bittasi asosiy plata uchun, ikkinchi saqlagichimiz motorimiz uchun. Mana transformator, bu transformatorimiz 35 volt kuchlanishni asosiy plataga beradi. Asosiy platadan mana diodli most orqali o'zgaruvchan kuchlanishni o'zgarmas kuchlanishga aylantiradi. Mana bu yerda 35 voltlik kondensatorlar turibdi. Ya'ni bu signalni filtrlash uchun qo'yilgan. Bu yerda mikrosxema chastotani boshqarish uchun qo'yilgan. Mana motorimizga keladigan bo'lsak, motorimiz 220 volt 50 Hz da ishlaydi. Ya'ni bu motor agar kuyib qolgan taqdirda buni obmotkasini boshqatdan o'rashimiz mumkin. Bu yerda yani qo'shib o'chiradigan knopkamiz joylashgan. Bu yerda mana motor uchun 500 voltlik kondensator qo'yilgan. Mana ikkita kabelimiz. Bu knopkalar
ya'ni 1000 bu motorimizni оборотini boshqarish uchun qo'yilgan mana 3 ta knopkamiz. Bu knopkalar qo'shib o'chirish uchun qo'yilgan, ya'ni qurilmamizni. Mana qurilmamizning ichki qismi 4 ta qismdan iborat. Ya'ni motorimiz, transformator, asosiy plata, mana boshqaruv platasi. Qurilmamiz qanday ishlaydi? 220 tarmoqdan kuchlanish keladi. Mana kulchatil orqali transformatorimizga tok 220 volt kuchlanish beriladi. Ya'ni bu transformator 220 volt kuchlanishni 12 hamda 36 volt kuchlanishga ajratadi. 36 volt kuchlanishimiz, mana sariq qismdan keladigan kuchlanishimiz diodli most orqali motorga beriladi. Ya'ni diodli most deganim sababi motorimiz o'zgarmas kuchlanishda ishlaydi. Bu yashil simdagi kuchlanishimiz 12 voltimiz mana asosiy plata orqali mana diodli mostdan o'zgarmas kuchlanishga aylantirilib, bu yoqda boshqaruv qismiga uzatiladi.